kuningiz zo'r o'tayotgan bo'ladi, ayas telefon qiladi. O'g'lim yaxshimisan deydi. Yaxshi rahmat siz. Chekarakka o'tgan gap bor deydi. Chekarakka o'tasiz. Ha, gapiravering siz. Ha, bu uy kelaver, uyda gaplashamiz. Seni ham yuragingni siqmay deb o'chirib qo'yadi-yu. Yuragimni siqib qo'yganingiz yaxshi edi. Siqib qo'ydingiz o'zi. Men hamma yo'lda eslashni boshlayman men. Hamma yo'lda. Yoshligimda ko'chada bolalar topolmasin deb ko'chaga bekitib qo'ygan qilichim, o'zimdan topa olmay qo'ygan ash qilichimni ham qayerga bekitganimni eslayman. 3-sinfda dastiga chiqib ayta olmay qo'ygan she'rimni ham eslayman. Hamma yo'lda eslayman to'g'risida. Hamma yo'q esimda. Sizlar banisiga tushib olish planini tuzganmisizlar? Yo'l qo'ying. Men yo'l qo'ying, ashnaqa narsa tuzib ketardim. Hozir mashina olib ketsa zo'rlar. Ashnaqa darajada tushunyapsizlar. Uykilar choy ichib o'tirasiz, dadangizga qarab turib. O'g'lim o'z yaxshimisiz deydi-yu. Sizlayaptimi demay nimadir bo'lgan. Bo'ldi. Uje o'lim statiga qo'yilgan sizga. Sizlaganni o'rniga mana shu shapalama bur jag'im qiyshaytirib berib, mana atali chipaydigan qilib qo'ygan yaxshi. Tun o'rniga. Sizlamasa deyman. Sizlarda qanaqa bilmadim. Men sizladimmi uje demay o'laman ekan.